Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, aziz obunachilarimiz, dehqonchilik, chorvachilik ishqibozlari. Bugun 2026-yilning 2-iyun seshanba tongi. Biz ana shu demak bundan 8-9 oy ekib parvarishlashni boshlagan sarimsoq piyozlarimizni hosilini yig'ishni boshladik, nasib bo'lsa. Shu hosillarimiz bo'yicha sizlarni bir tanishtiraylik dedik. Ana bu mayda chesnoklarimiz, sarimsoqlarimiz. Bundan buyog'ida esa hammasi katta. Demak, sarimsoq piyozlarimizni o'rtacha kattaligi mana 1-2 polis deydimi, nima deydi? Kichkina emas chesnoklarimiz. Juda ham katta. Xudoga shukr, juda ham zo'r. Nasib bo'lsa, ana sarimsoqlarimizni azizlar yig'ishni boshladik. Ana bu yoqda ham bitta maydacha bor ekan. Bu yoqlari ham katta. Ana qoplarga ham solinyapti. Bundan tashqari shu yig'ish jarayoni haqida ham gapiradigan bo'lsak, mana sekin sarimsoq piyozlardan bo'shagan maydonlarimizni mana xas-xashaklarni nasib bo'lsa 2-3 kun ichida tozalab, yerimizni qayta demak tayyorlab, yana qanaqadir bir chorvalarimiz uchun ozuqa ekinlarini ekamiz. Ana bu yerda esa ana shu sarimsoqlarimizni bargidan ajratish jarayoni davom etyapti. Bir hafta 10 kuncha oldin demak sarimsoqlarni nima qilishni qazishni boshlaganmiz. Xashaklarni o'zini ostiga, xashaklarni ostiga qo'yib, ularga dam berdik, ya'ni qurishini kutdik. Mana hozirgi holatlari nasib bo'lsa. Ana sarimsoq. Ana birgalikda mana buni mo'ylovlarini tozalab, dumlarini qirqib, ana shunday oppoq holatga, chiroyli holatga keltirib, nasib bo'lsa, yana 1 oy, 2 oy bularni chiroyli qilib saqlaymiz, quritamizda. Xudo xohlasa, banka sezon deydi-ku, butun respublika bo'yicha hali pomidorlar g'arq pishgandan keyin sok mavsumi boshlanadi. Iyul oyi, avgust, sentyabr oylarida anchagina sarimsoq piyozga bo'lgan bozorning talabi oshib qoladi. O'sha talab kuchli bo'lgan paytda biz xudo xohlasa hammasini sotamiz inshaalloh. Hosillarimiz yomon emas. Bu ehtimollarni tozalab bo'ldik, yig'ishtirib bo'ldik. Faqatgina ana shu yerda nasib bo'lsa bir 30-40 kilocha xashagimizni ostida qoldi xolos. Demak, biznes sifatida demak tavsiya qilsa bo'ladi. Mehnati kam, ishi unaqangi og'ir emas. Eng ko'p talab qiladigan narsa go'ng talab qiladi. O'sha chorvalarni chirigan bo'lsin, xoh chirimagan bo'lsin, go'nglardan ekishdan oldin yerlarni yaxshilab to'yintirib olib, ana qo'pol qilib aytganda oyida 1 marta suv ichgan taqdirda ham sarimsoqlarimiz 9 oyda tayyor bo'ladigan bo'lsa 9 marta suv ichadi. Bu hozirgi bizni tozalayotgan chesnoklarimiz, mayski chesnok deyiladi. Biz hali ham ozgina dehqonchilikni juda bir tushunmaganligimiz uchun qazishda biroz kechikibmiz. Aslida may oyini boshlanishi bilan kavlashni boshlashimiz kerak ekan. Biz 10 kuncha vaqt o'tkazganimiz evaziga sarimsoqlarimizni ozgina pishish davrini o'tkazib yuboribmiz. O'shanga ozgina sifatiga ta'sir qilyapti. Bu yog'i Allohdan, xudo xohlasa sarimsoqlarimizni sotuvga chiqarganda ko'ramiz. Hozir o'rtacha bozor narxi 20-25 ming so'mdan sotilyapti. 17-18 mingdan topshirgan taqdirimizda ham yomon emas. 40 kilogramm sarimsoq piyoz olib ekkanmiz. O'shandan biz hisobimiz bo'yicha hozir taxminan 250-300 kilo atrofida
hosil olyapmiz 2 sotix joydan. Bu degani biriga 5 nisbat beryapti. 250 kilo chiqqan taqdirda ham biriga 6 nisbat. Xudo xohlasa hammamiz Alloh dehqonchiligimizga baraka bersin. Kasb kamolotimizga baraka bersin. Sarimsoq biznesiga qiziqadiganlar hozir yerlarni sekin go'ngdan to'yintirib qo'ysak, 15-avgustdan keyin ekish ishlarini boshlab yuboramiz. Ungacha esa yana bir ozuqa ekinlarini ekib olsa bo'ladi aytaylik. Tovuqlar uchun tarix yoki chorvalar uchun makka ekib olish mumkin 2-3 oyning ichida yaxshigina hosil olsa bo'ladi chorvalar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh kasb kamolotimizga baraka bersin. Hammaga rahmat.